Mana Doniyor aka, mashinangizni kalti. Arina to'ldirib jonimga tep ketdi. Mashinangiz boshingizda qolsin. Bekor qilding, hali yalinib kelasan. Ha, xotin, charchamadingmi? Adasi, ishdan chiqib kuraga chiqmadingizmi? Mashinangiz arenasini to'lashingiz kerak. Ya xotin, puli tashishni qilma, pul ko'p. Endi maza qilib yashaymiz. Mashinani topshirib yubordim. Arendaga boshqa mashina olasizmi, adasi? Bir tonna temir tesiy uchun 4 yil qiynalib yashaymizmi? Endi maza qilib yashaymiz. Ko'nayda otimi deydi. Ma, bir emas, 2 ko'nay ol. Rahmat adasi, pulingiz ko'paysin. Mashinani berib yuborib qiynalmayapsanmi? Ya maza ekan, 1700 so'mga Yunusobodga borib keldim. Avtobusda oldilar, mashinaga benzin qo'y, radarga tush, shtrap to'la, tirbandli, mashina buzilib qol, asabzorlik. Maza qilib yuribmi, og'ayni? Puldan qiynalmayapsanmi? Yo'q, oldilar arina to'la yurganda, oyi 10sigacha pulim qolmas edi. Hozir qara shuncha pul. Nima qilaman bularni? O'rtoq, endi yashashni boshlabsan. Aka nech pul ekan bu? Ha? Odam tanimay, salom ham bermayapsan? Sanmidi. Endi oldin mashina haydab yurganda majburiydan salom berib hurmatingni qilib yurardim. O'zi mashinang bo'lmasa bir tenga qimmat odamsan. O'zi qit ahmoq bo'lgan ekanman. Senga arenda to'lab boqib yurgan ekanman. Basharing to'rt to'g'riymi? Qallo parindatir.